Rayhan Demiroğlu qamoqqa olindi. Andijonlik mototsiklchi qiz Qashqadaryoda qamoqqa olindi. Shunaqa xabarlarni qo'ymagan kanallar qolmadi. Lekin men sizlarga hozir sizlarga ko'rsatilgan tarafini emas, ko'rsatilmagan haqiqat tarafini aytib, tushuntirib, videolar bilan qo'yib bermoqchiman. Bitta narsani aytib o'tay, meni haydovchilik guvohnomam yo'q. Mototsikl haydash uchun ruxsatnomam yo'q. Xo'p, bu yerda men qonunni buzganman. Qonunda qanaqa chora ko'rilishi kerak bo'lsa, o'sha jazoga roziman, tayyor bo'lib turibman, aytdi. Bu yerdagi asosiy menga 3 sutka berilishini so'rayotgan shaxs Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasi hozir bilmayman, ko'radeli rahbarlardan bittasi. Adashmasam, ikkinchi rahbarlardan bittasi. Men sizlarga hozir videosini qo'yaman. Nima qilibsiz bu yerda? Nima? Ko'chada yurib olmaydimi? Yurib bo'ladi, bu sentralniy ko'cha emas. Hozir ta'rirlatayotganim yo'q-ku. Bezor bo'ldi. Ha, bezor bo'lganimdan chaqirdim. O'zi kecha kelganmiz, qanaqa? Nima qilay, kecha kelgan bo'lsangiz, ko'cha meniki shaxsiy. Otamdan qolgan ko'cha. Zo'r hayotimdan va hujjatlar tekshirib qo'yaylik. Qayerda yozib qo'yibdi 24 yil? Shunaqa e'lon qilib ochib. Ya sizga e'lon qilgan bo'lsa, qani asosi bormi? Nega bizga tashyapsiz? Boshqa bola shoqilsa bizdan nima aloqamiz bor? Yo, siz nima qilyapsiz? Siz mana kelyapsiz. Mana tinchligimni buzyapsiz. Mana siz buzyapsiz. Men sizdan jalb qilaman. Nima farqi bor menga? Mana sizdan men norozi. Bor o'sha bo'shanjal. Mana men sizga aytayapman, men sizdan norozi. Siz meni ko'rdingiz, g'alatiroq gapirmang. G'alati emas, siz g'alatisiz. Gantiga xodimlaring qani? Siz g'alatisiz. Men fuqaro sifatida sizdan noroziman. Siz meni ko'rdingizmi shoqil? Mana ko'rdim. Sizlar shahriyaga kelgan qiz bola mehmon ishlab men mehmon bilmayman. O'sha insonni videosini men istoriyaga qo'yganim uchun hurmatli blogerlar Qashqadaryoga kelib o'tirmanglar. Bu yerda Qashqadaryoning ko'chalari davlat mulki emas ekan, shaxsiy mulk ekan. Men yurishim uchun ulardan ruxsat olishim kerak ekan deb istoriya qo'yganim uchun sudyaga ular aytibdi. Voqea joyidan davlat xodimlarini ustiga haydab mototsikl qochib ketgan deb aytishyapti ular. Sudyaga men aytaman, menda video zapisda hamma narsa bor. 360 kameramda olingan. Men hech kim ustiga mototsikl haydab qochib ketganim yo'q. Hech qanaqa bunaqa holatlar sodir bo'lmadi. Ruxsat bersangiz, men sizga o'sha video zapislarni ko'rsataman deyapman. Sudya meni eshitmayapti. Ularga aytyapti, body kamerangda bormi, shunaqa holatlar tushirilganmi deyapti. Albatta tushirilgan deyapti, ko'rsatdi. Body kamera ishxonada qolib ketgan. O'zlarini o'sha PPS xodimlari yig'iladigan joy, bilmayman, o'sha joyda qolib ketgan. Danli moment ko'rsatib bera olmayman. Xo'p, ular ko'rsatib bera olmas ekan. Men ko'rsatib beray o'sha narsani deyapman. Menda bor. Davlat xodimining ustiga mototsikl haydamaganman, qochib ketmaganman. Hech qanaqa voqea joyidan qochmaganman. Ular mendan iltimos qilgan, qochib ketgan baykarni tutib berishimni deyapman. Sudya meni eshitmayapti. Meni hech qaysi gapimni inobatga olmayapti. Tushunyapman. Bir iltimosim borda siz shu bola ushlab bera olasizmi? Yaxshilik qiling. Ushlab bera olasizmi? Xo'p, menga yordam qiling. Men hammalaringdan bitta narsani iltimos qilgan bo'lardim, bu voqeaga jim qarab turmasliklaringni. Chunki bu voqea ertaga men emas, kim oralaringdan kimdirlaringni boshlariga tushsa, menga o'xshab nohaqlik qurboni bo'lib qolishlari mumkin. Davlat ularga bergan imkoniyatdan qonunni odami bo'lib turib, o'zlari qonundan shaxsiy adovat yo'lida foydalanishi bu menimcha juda katta ayib deb hisoblayman men. Xo'p, men chiqibman, tanishlarim bor ekan, harakat qilib, bu ishdan men qutulib chiqibman. Lekin boshqa odamlarchi, tanishi yo'q odamlarchi, shunchaki yo'q joydan aybi yo'q joyga 15 sutka yoki 3 sutka, 5 sutka qizlar, ayollar, erkaklar farqi yo'q. Tanishlari bo'lmagan oddiy odamlar shunday kirib ketaveradimi? Shu ishda meni yonimda turishlaringni so'rayman hammalaringdan.